Assalomu alaykum qadrli aka-ukalar, YouTube kuzatuvchilar. Bugungi manzilimiz Andijon viloyati Xo'jaobod tumanidamiz. Xudo xolisa bu kameramiz umumiy hisoblaganda 5 ta panel uzanasiga, eniga 3 ta panel bo'ldi. Balandligimiz 3 metr, shunda 3.10 santimetrga, bu taraf 4.80 ga to'g'ri keladi. Sababi penopoliuretan 0.96 bo'lganligi uchun qiyqim tushmasa hammasi butun bo'lib qoldi. 5 ta panel baqa. Orqa tarafiga shunda 3 ta bo'ldi. Hop, motorimiz 5 ta ot kuchli Z model, ya'ni minisavoy. Xudo xolisa bu kameramizda to'liq saqlanadi. Kilovatlari 3.7 rasxodlari. Xudo xolisa hozir ishlatib tekshirib oldik. Qorong'i qolib ketmasligi uchun kunduz olaydi. Hali naves bitmagan. Xudo xolisa yomg'ir o'tmaydigan qilib berdi inshaalloh. Bundan boshqa kameralarimizdan ham hali yomg'ir o'tgani yo'q, xuddi shunaqa holatda qilib berilganda. Xudo xolisa mana penofleksdan ham olib kelib berilgan, ichlarga to'shab, yurg'izib yana bir marta video qilib beriladi. Kunduzgi holati shu holatda, xudo xolisa. Ichlardagi isparitelimiz DJ40 tali alyuminiy korpusda. Eshiklarimiz ham penopoliuretanli, rashpashnoy. Haroratimiz hozir 9 gradus bo'ldi. Yoqqanimizga 15 minut atrofida bo'lib qoldi. Xudo xolisa hozir yana bir qolgan chala ishlarimizni bitkazib inshaalloh yana bir marta video qilib beriladi. Ichkaridagi chiroqlarimiz ham hali bitmagan. Assalomu alaykum yana bir bor. Xolajinligimizni xudo xolisa bitkazib oldik. Ichkaridan borka qilish kerak edi. Xudo xolisa bitta. Kimga shuna xizmatga kerak bo'lsa bemalol murojaat qilaverasizlar. Tagiga 2 qavat penoflex to'shadigan bo'ldik. 20 ga olib chiqib bitta tekshirib o'chirdik. Gibitellari bor, xudo xolisa. Lekin muzlatilgan tovuqlar turadi. Bemalol murojaat qilaverasizlar. Xudo xolisa 5250 dollarga bitta. Sababi yo'l kira qimmatligi uchun ozgina plus minus bo'ldi. Klientimiz bilan murosa qilib oldik. Shunda 5 ta panel bu tarafga, 3 ta panel baqa, balandligi 3 metr, 5 tali minisavoy kompressor bilan alyuminiy korpusda isparitel Andijon viloyatiga bo'ldi. Hammaga rahmat, sog' bo'lasizlar.